Gaz yetib bormagan hududlarda elektr uchun imtiyozli tarif joriy qilinishi mumkin. Isitish tarifi 5 baravardan ko'proqqa oshirilishi taklif qilindi. Bolaning tagligiga oltin yashirganlar ushlandi. Toshkentda o'pirilib tushgan yo'l qurilishiga mas'ullar jarimaga tortildi. 800 mingdan ortiq xonadonga arzon chorva mollari tarqatilishi mumkin. Mijozlar eng ko'p shikoyat qilgan banklar ma'lum bo'ldi. Migratsiya agentligida ishlamagan xodimlarga 1 milliard so'm maosh to'langani aniqlandi. Me'yordan ortiq yuk ortgan haydovchidan jarima undirildi. Bir qator hokimlarning tozalik reydlari muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu qisqa anonsiyada ortda qolgan 7 kunda e'lon qilingan eng muhim jinoiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklarni Tangiyuz dayjestida ko'rib chiqamiz. Me'yordan ortiq yuk ortgan haydovchidan jarima undirilishi belgilandi. Toshkent viloyatida o'tkazilgan reydda yuk mashinasi ruxsat etilgan 18 tonna o'rniga 21 tonna yuk bilan harakatlangani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, haydovchi Chinoz tumanidan poytaxtning Chilonzor tumanigacha 45 kilometr yo'lni ortiqcha yuk bilan bosib o'tgan. Natijada yo'l qoplamasiga zarar yetkazilgani hisoblab chiqilgan. Sud qarori bilan haydovchidan yo'lga yetkazilgan zarar uchun 5 562 ming so'm undirilishi belgilandi. O'zi ishlagan firmadan 1 milliarddan ortiq pulni o'zlashtirgan ITchi ushlandi. Toshkentdagi firmalardan birida ishlagan Shohruz ismli IT mutaxassisi kompaniya hisobidan 1 milliard 43 million so'mdan ortiq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan maxsus hisob raqamiga o'tkazgani aniqlangan. Gumonlanuvchi aybiga iqror bo'lib, pullarni qaytarishga va'da bergan. Hozirda mablag' boshqa hisob raqamida ekani aytilmoqda. Holat yuzasidan firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent viloyatida bolasining tagligiga oltin yashirib chiqmoqchi bo'lgan ayol ushlandi. Navoiy chegara bojxona postida mamlakatdan chiqib ketayotgan ayolning go'dak farzandi tagligidan qariyb 200 grammli ikkita oltin quyma topilgan. Uning yonidan deklaratsiya qilinmagan 70 gram zargarlik buyumlar ham aniqlangan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, oltin buyumlarning umumiy qiymati 450 million so'mni tashkil etadi. Yana bir holatda qo'shni davlat fuqarosi 14 yoshli qizning kiyimlar orasiga 40 ming dollar yashirib, pulni O'zbekistondan olib chiqishga uringan. Qurilish chiqindilarini noqonuniy tashlagan haydovchilar jarimaga tortildi. Ekologiya qo'mitasining kuzatuv kameralari orqali Toshkent viloyati Zangiota tumani Bo'suv kanali bo'yiga qurilish chiqindilarini tashlash holatlari aniqlangan. Hovo, Isuzu, Kamaz va boshqa avtomobillar haydovchilari qurilish chiqindilarini poligonga emas, belgilanmagan ochiq hududlarga tashlagan. Huquqbuzarlarning har biriga 20 million 600 ming so'mdan jarima qo'llanildi. Toshkent bojxona postida bojxona xodimi ushlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament ma'lum qilishicha, Keles temir yo'l chegara bojxona posti inspektori fuqaroning noqonuniy olib kirilgan 10 ta iPhone telefonini boshqa fuqarolar nomiga rasmiylashtirib, email kodlarini ro'yxatdan o'tkazib berish evaziga 3 ming dollar olgan. Tezkor tadbir davomida inspektor porani olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat yuzasidan pora olish haqidagi modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Migratsiya agentligida ishlamagan xodimlarga 1 milliard so'm maosh to'langani aniqlandi. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, agentlikning mas'ul shaxslari amalda ishlamagan 2 xodimga 931 million so'm ish haqi to'lab bergan. Bundan tashqari, intizomiy jazosi amal qilayotgan davrda 8 nafar xodimga qonunchilikka zid ravishda yana 88 million so'm to'langan. Umumiy zarar 1 milliard so'mdan oshgan. Holat yuzasidan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkentda o'pirilib tushgan yo'l qurilishiga mas'ullar jarimaga tortildi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi yo'l o'tkazgichning tirgak devori qurilishi me'yorlariga zid ravishda qurilgani aniqlangan. Ushbu obyekt uchun jami 213 milliard so'mlik shartnomalar tuzilgan. Ekspertiza sifatsiz va amalda bajarilmagan ishlar sabab davlatga 7 milliard so'm zarar yetkazilganini ko'rsatdi. Sud 5 nafar mas'ulga 116 million so'mdan, yana bir kishiga 112 million so'm jarima tayinladi. Ularning barchasi 1 yilga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindi. Isitish tarifini 5 baravardan ko'proqqa oshirish taklif qilindi. Fiskal tahlillar instituti O'zbekistonda ijtimoiy me'yordan ortiq maydon uchun isitish tarifini amaldagidan 5 baravar yuqori narxda hisoblashni taklif qildi. Imtiyozli tarif esa faqat 60 kvadrat metrgacha yoki har bir ro'yxatdan o'tgan yashovchi uchun 16 kvadrat metr maydongacha saqlab qolinishi mumkin. Institut hisob-kitobiga ko'ra, Toshkentdagi xonadonlarning 45% 60 kvadrat metrdan kichik bo'lganligi sababli ular uchun to'lov tartibi o'zgarmasligi mumkin. Hozircha bu rasmiy qaror emas. 7 avgustdan O'zbekistonda uy hayvonlarini ro'yxatdan o'tkazish boshlandi. O'zbekistonda hayvonlarni identifikatsiya qilish va ro'yxatga olish bo'yicha yangi qonun kuchga kirdi. Unga ko'ra, it va mushuklar 3 oylikgacha veterinariya xizmatida ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Qoramol, qo'y, echki va tuyalar esa tug'ilgandan keyin
14 kun ichida ro'yxatga olinadi. Hayvonlarga maxsus birka yoki elektron mikrochip orqali identifikatsiya raqami beriladi. 2028-yil 1-yanvardan identifikatsiya qilinmagan va ro'yxatdan o'tmagan hayvonlarni saqlash yoki ko'paytirishga yo'l qo'yilmaydi. Ro'yxatga olish va identifikatsiya xarajatlari hayvon egalarining mablag'i, homiylik, davlat byudjeti va boshqa qonuniy manbalar hisobidan qoplanadi. Hafta davomida ayrim hokimlarning fuqarolar uyga kirib tanqid qilgani va ijtimoiy tarmoqlarga tarqatilgan muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu qanday boshlandi? Dastavval Shahrisabz tumani hokimi fuqaroning uyiga kirib uni koyigan videosi tarqaldi. Antikorrupsiya agentligi ushbu holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazishni so'radi. Shundan so'ng Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi Birlik mahallasi obodonlashtirish ishlari qoniqarsiz deb topilib, ramziy ma'noda Sharmandali mahalla deb e'lon qilindi. Tuman hokimi Sherzod Solihov yozuvni mahallaning ko'zga ko'rinadigan joyiga o'rnatishni topshirdi. Hokim shuningdek ayrim xonadonlarga kamchiliklar bartaraf etilmasa, uyatli xonadon degan yozuv osilishi mumkinligini aytgan. Zoir Mirzayev xonadonlardan birida tandirni tekshirdi. Avvalroq ayollar tandirda non yopmayotgani sababli saraton kasalligi ko'payganini aytgan Toshkent viloyati hokimi O'rta Chirchiq tumanidagi xonadonlardan biriga kirib tandirni ochib ko'rgan. U tandirda non yopiladimi, xonadon bekasi uyda bormi degan savollarni bergan. So'nggi vaqtlarda ayrim hokimlarning aholi xonadonlarga kirib turmush sharoitini ko'zdan kechirishi jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lmoqda. Zoir Mirzayevning ushbu holati bo'yicha hozircha rasmiy izoh berilmagan. Uyatli xonadon va Sharmandali mahalla tamg'asi qonunga zid dedi Xalq demokratik partiyasi. Partiya fuqarolarning uylariga kirib obodonlashtirishni nazorat qilish hamda xonadonlarga uyatli xonadon, mahallalarga esa Sharmandali mahalla kabi tamg'alar qo'yilishiga munosabat bildirdi. Partiyaga ko'ra bunday harakatlar fuqarolarning sha'ni, qadr-qimmati, shaxsiy hayoti va uy-joy daxlsizligiga oid huquqlariga zid bo'lishi mumkin. Xalq demokratik partiyasi obodonlashtirish ishlari aholi bilan muloqot, ijtimoiy hamkorlik va qonun talablariga rioya qilingan holda amalga oshirilishi kerakligi ta'kidladi. Fabio Cannavaro yillik maoshi 4 million yevro ekani haqidagi xabarlarni rad etdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi matbuot anjumanida uning 4 million yevro maosh olayotgani haqidagi ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Biroq u aniq qancha maosh olishini ham ochiqlamagan. Murabbiyning aytishicha, hujumchilar murabbiy Rolando Bianchi tekinga ishlayotgan bo'lsa, fizioterapevt Simeone Sigilio esa avvalgi ish joyidagi maoshning atigi 20% ga ishlashga rozi bo'lgan. Ichkaridan kimdir noto'g'ri ma'lumot tarqatmoqda, balki xorijlik bo'lganim uchun meni yoqtirishmayotgandir, dedi Cannavaro. Toshkentda avtomobillarni evakuatsiya qilish to'lovining eng yuqori miqdori belgilandi. Hokim qaroriga ko'ra, avtomobilni evakuatsiya qilish va tashishning har 1 kilometr uchun bazaviy hisoblashning 20%, jarima maydonchasida saqlashning har 1 sutkasi uchun ham bazaviy hisoblashning 20% miqdorida haq undiriladi. Shuningdek, avtomobilni jarima maydonchasiga evakuatsiya qilishning umumiy narxi bazaviy hisoblashning 4 baravaridan oshmasligi belgilandi. Shu paytgacha evakuatsiya xizmatlari turli xususiy kompaniyalar tomonidan ko'rsatilgan va tariflar tartibga solinmagan. Ma'lumot uchun, avvalroq Toshkent hokimi poytaxt uchun 120 ta evakuator xarid qilinishi va avtomobillarni evakuatsiya qilish hamda saqlashning yagona tizimi joriy etilishini ma'lum qilgandi. Ayrim qoidabuzarliklar uchun avtomobil 1 yilgacha olib qo'yilishi mumkin. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Bu chora yo'l bezorligi, noqonuniy poyga, mast holda avtomobil boshqarish yoki tekshiruvdan bosh tortish qoidabuzarliklarni haydovchilik huquqidan mahrum etilgan yoki umuman huquq bo'lmagan shaxs sodir etganda qo'llanilishi mumkin. Yo'lda tezlikni me'yordan 80 km/soatdan ko'proq oshirgan haydovchilar pravadan ayrilishi mumkin. Qonunchilik palatasida muhokama qilinayotgan qonun loyihasiga ko'ra, bunday qoidabuzarlik uchun haydovchini transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish hamda ma'muriy jazo qo'llash taklif etilmoqda. Shuningdek, avtomobilni vaqtincha olib qo'yish, voyaga yetmaganga mashina boshqarishga berish, noqonuniy poygalar tashkil etish yoki ularda qatnashish hamda yuk avtomobillarini tungi vaqtda xavfli holatda qoldirish uchun alohida javobgarlik joriy etilishi rejalashtirilgan. Hozircha bu norma kuchga kirmagan va yakuniy qaror qabul qilingandan keyingina amaliyotga joriy etilishi mumkin. O'zbekiston Rossiyaga ishga ketayotganlar soni bo'yicha birinchilikni saqlab qoldi. 2026-yilning dastlabki 6 oyida 1 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi ishlash maqsadida Rossiyaga ketgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 13% ga kam. Shunga qaramay, O'zbekiston Rossiyaga eng ko'p mehnat migrantlarini yuborayotgan davlat bo'lib qolmoqda. Keyingi o'rinlarda Tojikiston 494 ming va Qirg'iziston 289 ming ishchi kirishi qayd etgan. Ma'lumot uchun, ekspertlar bu pasayishni Rossiyada migratsiya qoidalari kuchaygani, patent va yashash xarajatlari qimmatlashgani bilan izohlamoqda.
Gaz yetib bormagan hududlarda elektr uchun imtiyozli tarif joriy qilinishi mumkin. Prezident topshirig'iga ko'ra, tabiiy gaz tarmog'i mavjud bo'lmagan hududlar uchun elektr energiyasi tariflarini qayta ko'rib chiqish rejalashtirilmoqda. Hozirda O'zbekistondagi qariyb 2000 ta mahallaga tabiiy gaz yetib bormagan. Bu hududlarda aholi uylarini elektr bilan isitayotgan bo'lsa-da, elektr energiyasi uchun umumiy tarif bo'yicha to'lov qilinmoqda. Rejaga ko'ra, gaz ta'minoti hududning xususiyati hamda uy-joy turidan kelib chiqib, individual tariflash tizimi joriy etilishi mumkin. Hozircha bu taklif bo'lib, yangi tartib rasman tasdiqlanmagan. 800 mingdan ortiq xonadonga arzon chorva mollari tarqatilishi mumkin. Prezidentga taqdim etilgan yangi rejaga ko'ra, chorvachilikka ixtisoslashgan mahallalardagi 823 mingta xonadonni arzon narxda chorva mollari bilan ta'minlash taklif qilindi. Shuningdek, sigirlarni sun'iy urug'lantirish, nasldor buzoqlar uchun subsidiya ajratish, yem-xashak va veterinariya xizmatlarini kuchaytirish rejalashtirilmoqda. 2026-28 yillarda qo'shimcha 190 ming tonna go'sht ishlab chiqarish, 103 ta faoliyati to'xtagan chorvachilik korxonasini tiklash va sohaga 463 million dollar yo'naltirish rejalashtirilgan. Mijozlar eng ko'p shikoyat qilgan banklar ma'lum bo'ldi. 2026-yilning ikkinchi choragida Markaziy bankka banklar faoliyati yuzasidan 11331 ta murojaat kelib tushgan. Mijozlar soniga nisbatan murojaatlar ulushi eng yuqori bo'lgan banklar orasida Avobank birinchi o'rinda. Keyingi o'rinlarda Biznesni rivojlantirish banki, Mikrokredit bank va Anor bank qayd etilgan. Shuningdek, ro'yxatga Infinbank, Turon bank, Asaka bank, Ipoteka bank va Kapital bank kiritilgan. Markaziy bank bu indeks banklarning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini emas, balki faol mijozlar soniga nisbatan murojaatlar ulushini ko'rsatishini ta'kidladi. O'zbekneftgaz yil oxirigacha 1 million tonna benzin ishlab chiqarishni rejalashtirdi. Shuningdek, neft, dizel yonilg'isi, aviakerosin va suyultirilgan gaz ishlab chiqarish prognozdan yuqori bo'lgani prezidentga ma'lum qilindi. Geosiyosiy vaziyat sabab Markaziy Osiyo orqali aviaqatnovlar ko'paygani fonida O'zbekistonda aviakerosinga talab ham oshmoqda. Iyul-dekabr oylarida talab 375 ming tonnaga yetishi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 27% ko'p bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonga eng ko'p mol go'shtini Hindiston yetkazib bermoqda. 2026-yilning dastlabki 6 oyida O'zbekiston xorijdan 72 ming tonna mol go'shti import qildi. Importning umumiy qiymati 359 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 9% ga ko'p. Eng yirik yetkazib beruvchi Hindiston bo'lib, u yerdan 33 ming tonna mol go'shti olib kelingan. Keyingi o'rinlarni Belarus va Qozog'iston qayd etgan. Ma'lumot uchun, ushbu 3 davlat hissasiga O'zbekiston import qilayotgan mol go'shtining qariyb 89% ga to'g'ri keladi. O'zbekistonda ijtimoiy soliq imtiyozlarining 80% dan faqat eng katta kompaniyalar foydalangan. Fiskal tahlillar institutiga ko'ra, 2022-24 yillarda ijtimoiy soliq bo'yicha berilgan imtiyozlarning qariyb 80% eng yirik 10% kompaniyalarga to'g'ri kelgan. Qolgan 90% korxonalar esa imtiyozlarning atigi 20% dan foydalangan. Shuningdek, 3 yil davomida korxonalarning qariyb 70% bu imtiyozdan umuman foydalanmagan. Institutga ko'ra, imtiyoz bandlikni oshirish va norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish maqsadiga erisha olmagan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda ayrim korxonalar ish beruvchi to'laydigan 12% lik ijtimoiy soliq o'rniga 1% stavkada soliq to'lab kelmoqda. Bu haftalik dajjal edi. Kelgusi haftaning eng muhim yangiliklari bilan yana ko'rishamiz. Tango'zni kuzatishda davom eting.